Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Demak, bugungi kunda muassasaga fuqarolar tomonidan bir qator dolzarb savollar kelib tushmoqda. Demak, navbatdagi savol bilan tanishib chiqamiz. Demak, savolning mazmuni quyidagicha. Men ikki joyda ishlayman. Ixtisoslashtirilgan maktabda 05 stavka farrosh bo'lib va bog'chada tarbiyachi yordamchi bo'lib, yana 05 stavkada ishlayman. Yaqinda dekret ta'tiliga chiqishim kerak. Savolim, qanday qilib ikki joydan dekret puli olishim mumkin? Hurmatli fuqaro, demak siz ikki joyingizdan ham, ya'ni asosiy ish joyingiz hamda o'rindoshlik asosida ishlayotgan, demak bog'chadan ham dekret ta'tiliga chiqishingiz va dekret puli olishingiz mumkin deb hisoblaymiz. Sababi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 404-moddasiga ko'ra, demak ayollarga tug'ruqqa qadar demak 70 kalendar kun va tug'ruqdan keyin 56 kalendar kun. Agar tug'ruq og'ir kechganda, shuningdek 2 kundan ortiq farzandlar tug'ilganda 70 kalendar kun hisobidan demak homiladorlik va tug'ish ta'tillari berilib, bevosita sizga o'rtacha oylik ish haqingizning 75% dan kam bo'lmagan miqdorda dekret puli to'lab beriladi. Endi qarang, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 18-oktyabrdagi 297-son qarori bilan tasdiqlangan o'rindoshlik hamda bir necha kasb va lavozimda ishlash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan bo'lib, ushbu nizomda demak 18-bandiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bevosita xodimlar asosiy ish joylaridan vaqtincha mehnatga layoqatsizlikka chiqqanda, shuningdek ayollar asosiy ish joyidan homiladorlik va tug'ish ta'tili, ya'ni dekret ta'tiliga chiqqanda, ularga bevosita o'rindoshlik asosida ishlayotgan ish joyidan ham dekret ta'tili berilishi va dekret puli to'lab berilishi nazarda tutilgan. Demak, mazkur normalardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, siz demak ikki joyingizdan ham dekret ta'tiliga chiqishingiz va dekret puli olish huquqiga ega hisoblanasiz. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.